Assalomu alaykum. Men Termiz shahrida, sohilda Orientir shu yerda Med kolleji bor. Shuni to'g'risida aka. Sohilga tushganda Taxtabozorga qarab burilgan joyda 3-dom. 9-dom, 9-kvartira. 3 etajli domning 2-qavatida 53 kvadrat 3 xonali uyimiz sotuvda. Obzor qilgan keldik. Kansenlari bor, yer remont qilingan. Bitta xonasi. Ikkinchi xonasi. Uchinchi xonasi. O'zini alohida katyoli bor. Общий emas. Qaytaraman Termiz shahar, sohil, Orientir Med kolleji 3 qavatli uyimizning 2-qavati 3 xonali uy. 53 kvadratlik. Euro remont qilingan. Narxi 415 million deb baholandi. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 89lik 744 04 51. Vannasini ko'rsatib ketaylik. Vannasi.